2025-yil Asaka Bank aksiyadorlik jamiyati uchun barqaror o'sish, moliyaviy intizomni mustahkamlash va strategik maqsadlarni izchil amalga oshirish yili bo'ldi. Yil sarhisobiga bag'ishlab bankda 2025-yil yakunlari hamda biznes reja ko'rsatkichlarining bajarilishi yuzasidan brifing bo'lib o'tdi. Qayd etilganidek, yil boshida tasdiqlangan biznes reja umumiy holda bajarilib, ayrim muhim yo'nalishlarda rejadan yuqori natijalarga erishildi. Jumladan 2025-yil yakunlariga ko'ra bankning jami aktivlari 61,8 trillion so'mni tashkil etdi. Aktivlarning 65,6% kredit portfeli hissasiga to'g'ri keladi. Yil davomida berilgan kreditlar hajmi 7,1% ga o'sib, 2026-yil 1-yanvar holatiga ko'ra 41,5 trillion so'mga yetdi. Bu yo'nalishda yillik biznes reja 101,2% ga bajarildi. Mazkur natijalar iqtisodiyotning real sektori, kichik biznes va aholini moliyalashtirish bo'yicha olib borilgan izchil ishlar samarasini ko'rsatmoqda. Aktivlar bilan bir qatorda bankning majburiyatlari va kapitali ham barqaror o'sish sur'atlarini saqlab qoldi. Xususan 2025-yil davomida bank majburiyatlari yil boshiga nisbatan 7,1% ga o'sib, 53,6 trillion so'mni tashkil etdi. Shu bilan birga bank kapitali ham yil davomida 2,8% ga o'sib, 8,2 trillion so'mga yetdi. Va belgilangan reja to'liq, ya'ni 100% ga bajarildi. Shu bilan birga bankda mijozlar bilan ishlash samaradorligi ham ijobiy dinamikani namoyon etdi. 2025-yil davomida mijozlar omonatlari yil boshiga nisbatan 37,5% ga o'sib, 21,6 trillion so'mni tashkil etdi. Ushbu yo'nalishda biznes reja 116,1% ga bajarildi. Mazkur ko'rsatkich aholi va tadbirkorlik subyektlarining bankka bo'lgan ishonchi mustahkamlanayotganini, shuningdek, bank mahsulotlari va xizmatlarning jozibadorligi ortib borayotganini yaqqol tasdiqlaydi. Daromadlar qismiga o'tadigan bo'lsak, 2025-yil yakunida bankning foizli daromadlari o'tgan yilning mos davriga nisbatan 8,3% ga o'sib, 5,2 trillion so'mni tashkil etdi. Shu bilan birga mazkur ko'rsatkich bo'yicha yillik reja 94,6% darajasida bajarildi. Foizli xarajatlar esa o'tgan yilga nisbatan 16,9% ga o'sib, 4,5 trillion so'mni tashkil etdi va ushbu yo'nalish bo'yicha reja 101,2% ga bajarildi. Bu ko'rsatkichlar bank faoliyatida resurslar qiymati va daromadlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar izchil amalga oshirilganligini ko'rsatadi. Bank foizsiz daromadlar bo'yicha ham yuqori natijalarga erishdi. Yil davomida jami 2 trillion 125 milliard so'm foizsiz daromad olinib, reja 138,5% ga bajarildi. Foizsiz daromadlarning asosiy qismi esa 1 trillion 169,8 milliard so'm komission daromadlar hissasiga to'g'ri keladi. Bu bank xizmatlari turlari kengayib borayotganini va raqamli hamda an'anaviy xizmatlar samaradorligi oshganini anglatadi. Eng muhim yakuniy moliyaviy ko'rsatkich sof foydaga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bank rejalariga muvofiq 2025-yil yakunida 250 milliard so'm sof foyda olish rejalashtirilgan edi. Yil yakunlari bo'yicha esa amalda 254,2 milliard so'm sof foyda olindi va natijada mazkur ko'rsatkich bo'yicha yillik reja 101,7% ga bajarildi. Xulosa qilib aytganda 2025-yil Asaka Bank uchun moliyaviy barqarorlikni mustahkamlash, aktivlar sifatini yaxshilash, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish hamda mijozlarga yo'naltirilgan xizmatlarni yanada rivojlantirish yili bo'ldi.